Alo. Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Zuhraxon onajon bilan bog'landikmi? Ha, ha. Onajonim, sog'misiz, salomatmisiz? Xayrli kunlar bo'lsin. Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, yo'q, rahmat. Rahmat kattakon. Agarda bezovta qilgan bo'lsam, avvalambor afv etgaysiz. Yuzlari nurli, Allohga itoatli bo'lgan Zuhraxon onajonim, bugungi shukronalik kuningiz bilan sizni chin qalbdan samimiy qutlab qolamiz onajon. Rahmat, rahmat. Go'zal hayotingiz hidoyatlarga to'lsin, savobli yaxshi amallaringiz, ibodatlaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin-u, go'zal qalbingizdan chiqayotgan chiroyli duolaringiz hamisha ijobat bo'lib, sizni quvonchlarga to'ldirsin onajon. Onajonim, ayni daqiqalarda uyali aloqangizni band qilib turgan yaqinlarimga tabriklar loyihasi va ushbu loyiha boshlovchisi bilan g'oyibona suhbatdasiz. Biroz qimmatli vaqtingizni olgan holda sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon insonlaringiz nomidan bugun siz uchun go'zal tabriklar kelgan, shularni sizga yetkazib bersam maylimi? Apa ukalarmi, singillarmi? Yo'q, bo'yli desa kerak. Albatta, yana kimlar bo'lishi mumkin? Ukalarim bor, xudoga shukr. Qizim bor, o'g'lim bor. Albatta onajonim, juda ham to'g'ri topdingiz. Albatta bu sizning jamiki oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz va bugun bizga maktub yo'llab, sizni dunyolar qadar yaxshi ko'rib ardo qiluvchi mehribon farzandlaringiz Muqaddamxon, Nuriddin, Ozodbek, Ruxshonaxon, turmush o'rtog'ingiz Nazirullo akalarimiz tomonidan bo'lar ekan onajonim. Rahmat, rahmat. Rahmat kattakon. Agarda ruxsat etsangiz, mehribon oila a'zolaringiz nomidan kelgan go'zal tabriknomalarimizni siz uchun o'qib eshittirib bersam maylimi? Mayli, mayli. Rahmat kattakon, marhamat qilib diqqat qilasiz. Men o'qishlikni boshladim. Assalomu alaykum. Bu yorug' dunyodagi eng sodda, eng chiroyli, eng mehribon, qalbi go'zal onajonim. Bugungi payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Chiroyligim onajonim, jannati forim onam, mehribonim. Allohimdan sizga uzoq va mazmunli umrni, tanishatu ko'ngil xotirjamligini, ikki dunyo saodatlarini so'rab qolaman. Mening jonkuyarim, mehribonim, o'zidan ko'ra farzandlarini o'ylaydigan mehribonim, menga yurishni, turishni, gapirishni, hayotning oq va qorasini o'rgatgan buyuk muallimim, mening haqiqiy do'stim, chin yurakdan qayg'uradigan jannatim. Bugun sizga oldinlari qalbimda ayta olmagan gaplarimni aytmoqchiman. Onajon, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Siz borsiz, hayotimiz nurli, siz borsiz, qalbimiz xotirjam, siz borsiz, biz hali ham bolamiz onajon. Siz bizning jannatimiz, siz sabrligimiz, siz ko'zlarimizning nurisiz. Sizga qancha ta'rif bersak ham vaslingizga yeta olmaymiz. Bizga bergan mehringiz, chiroyli tarbiyangiz va hayotni o'rgatganingiz uchun ham sizdan cheksiz minnatdormiz. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz volidam. Ilohim, dunyo turguncha turing mehribonim. Hamisha bizning baxtimiz uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Bugungi ayyomlaringiz, tavallud ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Qalbimda hislarim hech aytmaganman. Ba'zan qadringizga rost yetmaganman. Bir bora ko'nglingiz shod etmaganman. Oyijon, men sizni yaxshi ko'raman. Meni deya o'zidan butkul kechganim, jonidan jon berib barpo etganim, farzandidan ozgina mehr kutganim. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning mehri-yu tafti boshqacha. To'lsa hamki hatto 90 yoshgacha. Ona bor dunyoda yashash boshqacha deya mehribon farzandlaringiz o'z maktublariga yakun yasabdilar onajon. Rahmat kattakon, sizlarga ham, bolalarimga ham. Ilohim hammalari sog' salomat yuringlar. Dunyo turguncha turinglar. Rahmat kattakon, inshaalloh aytganlaringiz kelsin. Sizga omad tilayman, sizga ham charchaman. Xizmat ko'zida ilohim hamma vaqt yuzingiz yorug' bo'lib yursin. Inshaalloh. Rahmat sizga.
Rahmat onajonim, doimo yaqinlaringiz baxtiga sog' va salomat bo'ling va bugungi chiroyli ayyomlarni yaxshi kayfiyatlarda yakunlab oling. Rahmat kattakon, omon bo'ling. Mayli, rahmat hammalariga. Sog' Sog' bo'ling. bo'linglar. Onajonim, mana bu go'zal tarona esa bizning loyihamiz tomonidan siz uchun marhamat. مادرم خستی همه دنیای من، یک فرشته در زمین برای من شب و روز پرسم از وجدانش، من چی خود کردم برای مادرم خستی همه دنیای من، یک فرشته در زمین برای من شب و روز پرسم از وجدانش، من چی خود کردم برای مادرم جان مادرم، دستی نرمه در سرم، ای خدا از من نگیر این یگانه گوهرم. مادرم جان مادرم، دستی نرمه در سرم، ای خدا از من نگیر این یگانه گوهرم. زیرش اخبالی تو آرامشی من، سر بزانوی تو آسایشی من همان کودک بیمانم بشی تو، حرفی کرد دوایی سوزشی من. این جهان با تو بی زیبت مادرم، صد قدر موی سفیدت مادرم، گر بیرنجی غمی دنیا در سرم، منزل افغندت سوریا میخرم.